Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Zakazkaning eshigimiz, derazalarimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, mana laklab, kraskalab qo'ydik. Dilalari 3G. Past kalvalari ham yangilik bo'ldi mana. Xo'p, ko'rib turganlaridek tozaligi yaxshi. Materialimiz sasni. Qalinligi 4,5 ga laklab tayyorlab qo'ydik. Koronalari ham boshqacha chiqdi. Ko'rib baho berasizlar. Endi to'liq obzorni yig'ib o'rnatganimizdan keyin chiqaramiz, xudo xolasa. Hop, manzilimiz Andijon viloyati Uzboskan tumanida. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Shunaqa yog'och materialdan darvoza, eshik, deraza kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Hop, bu yoqda korobkalari bor. Hop, bu mana derazamiz. Ikkita deraza, 3 ta eshik. Materiallarimiz mana neobriznoy sasni. Ustakalarimiz bo'ladi. Ko'pchilik bilsa kerak, Rossiyadan keladi. Materiallarimiz quruq. Qalinligi 5,5-6 ga chiqadi. Uyga yetib borish 4,5 ga qoladi. Hop, ustaxonamiz uyda. Xudo xolasa bundan chiroyli videolarni, ish derazalarni qo'yib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'yasizlar bo'lmaganlar, like'larni bosib.